Assalomu alaykum do'stlar. Hurmatli kanalımızın yazıluvchilari. Bugun bir qo'llanuvchilarning so'rov talablari bo'yicha Toyot'un bahası menen sizler tanıştırıp ötölü deb çeşdik. Bu turgan saman Özgün Qarasudan kelgen. Bir pres 100 so'mdan. Abdumansur'dan. Kokbel'din çoğu bir pres 110 so'mdan. Aytqandaringizga yetkizib berishadi. B'de pres 3. o'rim. Bir presi 150 so'mdan. Çöp pres. Özgündükü. Bir pres 110 so'mdan. B'de pres 150 so'mdan. Kemi var. Çöp pres 120 so'mdan. B'de 150 so'mdan. Hop tabi biraz. 35 var bırak ya. Siz oldu? Habermasın endi abi. Hurmatli do'stlar. Güz berekenin ayı deydi. Büt möme jemişlerden pışkan uağı darboz qo'nning bağları menen tanışıp alыңыздар. Karim aka. Selam vaqt qo'yib qo'y. Qo'n. Qo'n. Tandaşı 130 so'mdan. Qayerdan kelgan? Jetsaydan kelgan. Jetsaydan kelibdir qo'ndir. Chimkent qo'ni. Chimkentning qo'ni o'ta shirin qo'ndir ekan. 130 so'mdan. Bishkekdan kelgan darvozlar. Darbozlar Bishkekdan kelgan. Bahası 50 so'mdan 75 so'mgacha. 50 so'mdan 75 so'mgacha. Aka do'stlar. Qo'ndir. Aka. Darboz. Darboz qanchadan? Tandaşga qarab da. Tandaş qancha mına cho'ngdor qanchadan? 150 dan aşağı. Cho'ngdor 150 dan. Mana qishqiq darboz qancha? 100 so'm. 100 so'm. Qayerdan kelgan? Bishkekdan. Bishkekdan darbozlari 100 so'mdan 150 so'mgacha. Sen 150 so'm. Tamam bu. Qo'ndir 150 so'mdan. Tamam bu. Qayerdan qo'ni? 7 so'm. Jetsaydiqi. Chimkent. Pulja 80 so'mdan. Qo'n munakay. $80 so'mdan 150 so'mgacha. Lan bu kiçine mes be. Şöyle orası. Ya kurtu var ya bu. Yumuşak yaptı. Tamam oğlum.
Ayşe. Biz bir onga to'rt kiyman. Atay chiqib qurt topishibdi. Qaysi qo'rqak?